Birinchi maydon. O'zbekiston qonunchiligida nimalar o'zgaradi va o'zbekistonliklar hayotida qanday o'zgarishlar kuzatiladi? O'zbekistonda 2025-yil 1-maydan e'tiboran qonunchilikda bir qancha o'zgarishlar amalga oshadi. O'zbekistonga tovarlarni bojsiz olib kirishga o'rnatilgan cheklovlar kuchga kiradi. Vazirlar Mahkamasining joriy yilning 19-aprel kuni qabul qilingan ayrim turdagi tovarlarni bojxona chegarasi orqali olib o'tish tartibini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorga ko'ra 2025-yil 1-maydan e'tiboran jismoniy shaxslar tomonidan shaxsiy ehtiyoji uchun notijorat maqsadlarda respublikaga olib kiriladigan tovarlarning bojsiz olib kirish normalari quyidagi miqdorlarda belgilanadi. Qarzdorlik hisobiga banklar balansiga olingan mol-mulklarni to'g'ridan-to'g'ri sotishga ruxsat etiladi. Prezident tomonidan tadbirkorlarga berilgan qatori yengilliklar kuchga kiradi. Davlat konsertlarida fonogrammadan foydalanish cheklanadi. 2025-yilning 8-aprel kuni qabul qilingan konsert tomosha faoliyatida jonli ijroni yanada rag'batlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi hukumat qaroriga muvofiq joriy yilning 1-maydan e'tiboran davlat budjeti va budjetdan tashqari mablag'lar hisobidan moliyalashtiriladigan barcha konsert tomosha tadbirlarida fonogrammadan foydalanish bosqichma-bosqich cheklanadi. Konsert tomosha tadbirlari reklamalarda tegishli jonli ijro fonogrammadan foydalaniladigan holatda jonli ovoz yoki fonogrammali konsert dasturi deb aniq ko'rsatilishi lozim. Madaniyat vazirligi tomonidan ijodkorlarni O'zbekiston Respublikasi xalq artisti, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist va O'zbekiston Respublikasi xalq hofizi davlat mukofotlariga tavsiya etishda birinchi navbatda ularning jonli ijro eta olish qobiliyati inobatga olinadi. Kam ta'minlangan oilalarga svet va gaz uchun kompensatsiya beriladi. Mahsulotlarni halol belgisi bilan tamg'alashga ruxsat etiladi. Va shunga o'xshash juda ko'plab qonunlar 1-may kunidan kuchga kiradi. Batafsil ma'lumotlarni bilish uchun esa keyingi videoroliklarimizni ham tomosha qilishni o'tkazib yubormaslikni unutmang. O'zingiz va atrofdagilarni ehtiyot qiling va bizni kuzatishda davom eting. O'zbekistonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va muhim ma'lumotlardan, yangi qonun va qarorlardan sizlarni doimiy xabardor etib borishda davom etamiz.